Barchaga assalomu alaykum. Hayotimdagi birinchi original brend kosmetika. Bitta emas, naqd 2 ta paket jo'natib yuborishdi. Va hozir siz bilan birgalikda ochamiz. Yo'qda masala, shu kichkina korobочкаdan boshlaymiz. To'g'risini aytsam, oldin brendlarga hech qiziqmagan ekanman. Original juda qimmat, replika esa ishlatgim kelmasdi. Shuning uchun ko'proq o'rtacha segmentdan foydalanardim. O'ziga qaratgan birinchi mahsulot bu Charlotte Tilburydan highlighter. Qanchalik hashamatli ko'rinadi. Swatch qilamiz. Qo'lda qanday tabiiy yaltirashini yuzimga ham surib ko'raman. Kamera to'liq yetkazmayapti, lekin hayotda juda chiroyli va tabiiy nur beradi. Keyingisi Laneige brendidan toner, bu esa Polite Society pudroviy rumyona. Otteniq yorqin pushti. Bahor yoz uchun idealni. Keyingi mahsulotimiz Charlotte Tilburydan tush. Keyingi mahsulot sizlarga точно yoqadi. Blush Bronzer brendi Bare Minerals. Juda ham raskoshni jigarrang otteniq, mayin yaltirashi bilan. Cheekbone Beauty'dan qosh uchun gel fiksator. Suvga chidamli gel qalamlar. Menga o'xshagan qovoq ko'zlar uchun strelka bilan yurish endi muammo emas. Cho'tgacha ko'rgan bo'lsangiz sizdan bitta like. Endi esa katta paketimizga o'tamiz. Bu yerda limitli set Tarte kolleksiyasi. Ichida 2 ta paletka, 2 ta pomada va 2 ta tush. To'liq set. Sintetiskiy vors, ultra yumshoq va sifatli kistlar. Mashhur bo'lgan Hailey Bieberdan Skin Care Milk. Bu mahsulot bilan tonalkangiz juda ham zo'r yotadi. Xuddi shu brendning rumyonasi hammaga birdek juda nafis tushib ketadigan rangidan. Paletka Charlotte Tilbury. Dizayniga esa o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Ichida ketma-ketlik raqamlari ham bor, yangi boshlovchilar ham oson ishlata oladi. Universal paletka Makeup by Mario. Kundalikdan kechki makiyajgacha mos. Rare Beauty'da mini atir va suyuq rumyona set. 8-martga ideal sovg'a. Universal paletka Dior Backstage. Klassik variant. Va bir qarashda sevib qolganim Bobbi Brown paletkasi. Dizayni ham, ranglari ham eng keraklilari aynan shu paletkada jamlangan. Xullas, qizlar brend kosmetikaga qiziqmasdim, lekin bu posilkadan keyin ko'zlarim yonib ketdi. Bilasizmi, eng yoqimlisi shu original kosmetikalarni rasmiy saytlardan ham arzonroqqa buyurtma berishingiz mumkin. Profilni videoni tagida topasizlar. Bu mahsulotlar bilan to'liq makiyaj qilishimni xohlasangiz, izohlarda M harfini yozib qo'ying.